Her günü öylağman eti vermey kızlar sırtı bir taksını yüz koyacağını setiyotgan Mao Wanhong lağman nimi etip ifademizni yaxshi qilmasak bo'lmaydi hujumi challenge'ga az qoldi. Boshlab ketdik amsa oldi bilan Mao da bence yasam o'qishni titirtadigan lazımni chilib etib, bu yumshab bo'g'icha sekretlarımni to'g'rab tayyor qilib oldim. Qarsam bo'm ko'pib tayyor bo'libdi. Pak yuvayotgandan keyin uzun-uzunaroq qilmishda to'g'irdim lag'man bo'lganga yugishib, qo'rulsin siyim deb. Andan mayni qizdib, go'shimni sap, toza may suzilgicha obdan qo'rib olgandan keyin piyoz so'zlarini sap bir qo'rib onundan baş personaj Mao lazımni saldım. Bunu silip bilan tağlı xushbiroq oshxona uyini bir qapladi. Keynidan andan pomidor, samsaqlarni jiqdan to'g'rab savatgandan keyin shuni cho'g'lovchi ochiq suvlarni oldin ola bir narsa to'kib tayyor qilib qo'ygandim. Buni qo'yib oldim. Maoni qo'yishim bilan bo'ldi. Mamizlik biroqqa chidig'ilib bo'lmadi ayxonnas. Ishta qilib qo'rib, andan keyin men o'zimcha jusay qo'shib etkim keldi. Jusayniki ma qattiqroq tom yerni boshda bir ishga qo'rib etib, andan keyin yumran yapırmaqlarını səbmi ya da bir şey ilashtirib etiblar. Azroqli suv quyib, siyim tayyor bo'ldi ve çöp sağıç aldırıp ketib barma o'xshab ketganida. Shundan bilan çöplerimni so'zib, tatib darhol gachdan pishiriblar. Lag'manning çöpimi tayyor bo'ldi. Taqsiga ustiq yeyishga boshladik. Mayli rangi, mayli ta'mi, shunchalik fayzi bo'ldiki, bo'ldi. Endi yo'lishim chillenge'da bir tal uzuk oldiganning o'rniga yo'q bo'ldi. Zanjir avtayli deydigan bo'ldi-da. Sizlarni cho'qqim etib yiqinglar, go'zallar, kichik tavsiya qilaman. Har